qizlarjonlar, anchadan beri qilaman deb yurgan ishimni bugun qilishga keldim. Ya'ni men ham ozish uchun Mounjaro olishga qaror qildim. Sababi men shunday yeb qo'yibman, tetalar yordam bermayapti. Lekin yana vaqt topib kelsamki, vrachim menga senga qilmayman deyaptilar. Yo'q deyman. Nimaga? Chunki agarda sizni to'liq tekshiruvdan o'tkazmasdan, check-up qilmasdan, ya'ni insuliningizni, ferritiningizni, kortizolingizni tekshirmasdan va kerakli qolgan tekshiruvlarni qilmasdan men sizga bu preparat qiladigan bo'lsam, sizga yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'yishim mumkin. Bu ma'lumotlarimga reklama deb qaramasliklarini iltimos qilgan bo'lardim. Realni o'zim Mounjaro olish uchun kelgan insonman. Qizlarjonlar, hozir bo'layotgan birinchi navbatda shitavitkini ko'ramiz, ana undan keyin o't qopingda tosh bormi yo'qmi ko'ramiz va polni check-up qilib, insulin, kortizollarini